Mana bunaqa issiq kunda suv olib chiqsanglar, oxirigacha ichmasanglardan ilib qolyaptimi? Endi buni yechimi vobshe oson. Ko'rayotganinglar bizada mana bunaqa podstakanlik kelgan, vobshe dahshat ekan. Ichini bundoq qo'linglarni qo'ysanglar, serozli muzlatib qo'yadi. Ko'rayotganinglarda 4 gradusgacha tushgan. Shunday olib chiqib qo'yib qo'yasizlar. Qandoq muzdek bo'lsa, shundoq ushlab berib turadi. 0 gradusda bilasizlar, suv yaqinlab qoladi, deyarli o'shanga yaqin gradusgacha tushadi. Ichi vobshe muzdek. Bundan tashqari zo'r tomoni buni yana bitta bundoq qilsanglar, 60 gradusgacha isitib beradi. Hozir bemalol buni ko'rsanglar bo'ladi. Qishlarda ham kofeni shundoq qo'yib qo'yasizlar, issiq bo'lib turadi. Shundoq podstakanligiga tushadi. Perikritilga ulab qo'yasizlar, ham muzlatadi, ham isitadi. Ko'rayotganinglarda ancha sifatli qilib ishlab chiqarilgan ekan. Sensorlarning ishlashini qaranglar. Bitta qilamiz issig'iga o'tyapti. Yana bitta qilamiz muzdegiga o'tyapti. Ichi ham uje qo'lni qo'ysa ancha muzdek, pastida katta kullari bor. Ovozi ham yo'q ekan, muzlatishi ham vobshe zo'r ekan. Bemalol bizga buyurtma bersanglar bo'ladi, butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Ko'rayotganinglarda yana muzdek suvni hozir ilitadiganga qo'yib qo'yganmiz, uje mana 41 gradus. Qo'lni qo'ysa uje sal kuydiradigan darajaga chiqyapti. Buni yana bitta shunday sensordan bundoq qilib 4 gradusgacha muzlatib beradi.